Assalomu alaykum do'stlarim. Dunyo kvizga xush kelibsiz. Sizni qiziqarli kvizlar kutmoqda. Qani ketdik. Bizni kuzatishda davom eting va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun kvizlarda siz davlat bayroqlarini topishingiz kerak bo'ladi. Qani boshladik. Davlat bayrog'ini topishga tayyormisiz? Diqqatni jamlang. Javob toping. O'zbekiston Respublikasi bayrog'i. Navbatdagi savolga sho'ng'ish vaqti keldi. Oyga odam yuborgan yagona davlat. Amerika Qo'shma Shtatlari bayrog'i. Bu safar kim to'g'ri javob beradi? 11 ta vaqt zonasini qamrab olgan yagona mamlakat. Diqqat! Javob berishga shoshiling. Qog'oz, porox, bosma, kompas kabi ixtirolar vatani. Hozir yoki hech qachon javobingizni tanlang. Avtomobil vatani Germaniya. Intuitsiyangizga ishoning. Dunyoning eng ko'p sayyoh tashrif buyuradigan davlati Fransiya. Bu murakkab topa olasizmi? Vatikan dunyodagi eng kichik davlat qayerda joylashgan? Ha, Italiyada joylashgan. Sizda 3 soniya vaqt bor. Jahon chempionatini 5 marotaba yutgan davlat Braziliya. Juda oddiy ko'rinadi, lekin shunaqamikan? Dunyo bo'yicha eng ko'p gollarga ega davlat bu Kanada. Kutilmagan savol, tayyor bo'ling. Yaponiyada aholining katta qismi keksalardan iborat. Slovga tayyormisiz? Boshladik. Ispaniyada dunyodagi eng ko'p zambarakli qasrlar joylashgan. Tez o'ylang, javobingiz qanday? Hindiston dunyoning eng katta pochta tarmog'iga ega. Vaqt tugashidan oldin javob bering. Tango raqsi Argentinada paydo bo'lgan. Yorqin javob uchun imkoniyat. Istanbul ikkita qit'ada joylashgan yagona shahar. Ha, bu shahar Turkiyada joylashgan. To'g'ri javobni topa olasizmi? Avstraliyada odamlardan ko'ra ko'proq kengurular bor. Bilimingizni sinab ko'ring. Samsung hamda LG kabi yirik kompaniyalarning vatani hisoblanadi. Ha, bu Janubiy Koreya. Sizda 3 soniya vaqt bor. Saudiya Arabistoni neft zaxiralari bo'yicha dunyodagi eng yirik davlatlardan biri. Faqat aqlli odamlar bu savolga javob bera oladi. Indoneziya 17 mingdan ortiq orollardan iborat. Diqqatni jamlang. Javob toping. U so'nggi 2 jahon urushida ham neytral davlat sifatida qatnashmagan. Geografiyani qay darajada bilasiz? Dunyodagi eng qadimgi sivilizatsiyalardan biri Misrda bo'lgan. Siyosatga qiziqasizmi? Norvegiya dunyodagi eng baxtli va eng yashash uchun qulay davlatlardan biri. Aqlingizni sinovdan o'tkazamiz. Meksika qadimgi Maya va Aztek sivilizatsiyalarining markazi bo'lgan. Poytaxti Kuala Lumpur shahri, biroq hukumat markazi Putrajaya shahrida joylashgan. Topdingiz, bu Malayziya. Sizda 3 soniya vaqt bor. Janubiy Afrika dunyoda 3 ta poytaxtga ega yagona davlat. Davlat bayrog'i nimaga kerak deb o'ylaysiz? Filippin aholisining 80% katolik diniga e'tiqod qiladi. Birinchi xayolingizga nima keldi? Vengriya dunyodagi eng qadimiy Budapesht metropoliteni 1896-yilda ochilgan. Dunyo xaritasini yaxshi bilasizmi? Bilsangiz topa olasiz. Yangi Zelandiya dunyoda ovoz berish huquqini ayollarga birinchi bo'lib bergan davlat. Bu davlat Yevropa qit'asida joylashgan. Portugaliya hozirgi chegaralari 1139-yildan beri deyarli o'zgarmagan. Bu safar kim to'g'ri javob beradi? Singapurda saqich chaynash, yerga tashlash qonun bilan taqiqlangan. O'zbekiston shimolida joylashgan davlat bu. Ha, bu Qozog'iston barakalla. Bu davlat Yevropa qit'asida joylashgan. Shvetsiya aholining ko'p qismi bepul sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlaridan foydalanadi.
Bu davlat dunyodagi eng baxtli mamlakatlardan biri sifatida tan olingan. Albatta, bu Daniya. Davlat bayrog'ini topishga tayyormisiz? Tez o'ylang. Tailand hech qachon mustamlaka bo'lmagan. Diqqatni jamlang. Javob toping. Ha, Ukraina. Demokratiya tug'ilgan joy, Olimpiya o'yinlari ilk bor shu yerda o'tkazilgan. Qoyil topdingiz, Gretsiya. Sauna madaniyati bilan mashhur har bir uydan deyarli sauna topiladi. Ha, bu Finlandiya. Poytaxti Bryussel. Bu shahar Yevropa Ittifoqining rasmiy markazi hisoblanadi. Belgiya topdingiz. Velosipedlar soni aholiga nisbatan ko'proq. Poytaxti Amsterdam. Ha, bu Gollandiya. Dunyodagi eng katta yantar eksport qiluvchi davlatlardan biri. Bu Polsha bayrog'i. Dunyoda eng ko'p kofe ishlab chiqaradigan ikkinchi davlat. Vyetnam Robusta nomli kofesi bilan mashhur. Uning nomi o'zgarmagan holda 681-yildan beri mavjud. Bolgariya poytaxti Sofiya.